Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, biz laboratoriyada qiymatlar olgandan keyin ular grafikini chizishimizga to'g'ri keladi. Millimetrovkada unchalik aniq ham chiqmaydi. Birinchidan, ikkinchidan qanaqadir bir noqulayroqda baribir. Mana GeoGebra yoki shunga o'xshash saytlarga kiritib chizsak ham bo'ladi. Unda faqat nuqtalar ko'rsatadi, tutashtirib ko'rsatmaydi. Yoki har bitta qiymat alohida kodda kiritib chiqishimizga to'g'ri keladi. Baribir nima deydi, dasturlashda mana bunaqa labellari bilan qilish yaxshiroqda. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz shunaqangi keyin nuqtalarga ajratib, ranglarga ajratib, qaysi birini ajratib, bunaqasiga x o'qi bo'yicha nima, y o'qi bo'yicha nima, keyin ranglarga ajratib, har bitta nuqtani bunaqa nuqtalar qo'yib, keyin qaysi rang qaysiligini ko'rsatish uchun ko'rsatadigan qilib Pythonda chizsa bo'ladi-da, shunaqa qilib. Bitta yagona kamchiligi bor. Har bitta nuqtani koordinatasini x, y bo'yicha koordinatasini ko'rsatmaydi, faqat mana shunaqangi bir xilda oraliqda ko'rsatadi. Yagona kamchiligi shu. Mabodo uni ham iloji bo'lsa, to'g'rilash iloji bo'lsa, uni ham keyinchalik shu kanaldan e'lon qilib qo'yamiz. Shunaqa qilib har bitta nuqtaning koordinatasini x, y larini to'g'rilasa bo'lar ekan deb. Hozir grafik chizishni o'rganamiz Pythonda. Iloji boricha soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bizga ikkita kutubxona kerak bo'ladi. Endi Python o'zida mass yoki Tkinter, Turtle shunga o'xshagan o'zining standart kutubxonalari bor. Endi ular o'zi Python yuklayotganingizda o'zi bir Python bilan birga yuklanadi, lekin tashqi kutubxonalar ham bor. Bizga hozir shu tashqi kutubxonalar bilan ishlaymiz ko'proq. Ularda bittasi NumPy, bittasi Matplotlib. Biz shu ikkita kutubxona bilan ishlaymiz. Katta ehtimol bilan agar kompyuteringizga Python endi yuklagan bo'lsangiz, bu ikkala kutubxona sizda o'rnatilmagan bo'ladi. O'rnatish uchun nima qilamiz? Windowsni bosib cmd deymiz. cmd ga kiramiz yoki bo'lmasam Windows R ni bosib turib cmd desiz, bitta OK desiz, mana shu oyna ochiladi. Shu yerdan dastur turgan joyga kirasiz. cd deb turib d deb dastur turgan joyga kirasiz. cd qanday qilib turib d shunaqa kirarmidi? Biz dastur turgan joyga kirasizda cd qilib turib, bo'lmasa shunday turishda ham o'zi yuklasa bo'ladi. Pip install numpy deb yozasiz. Pip install numpy deb bitta yuklaysiz. Men hozir yuklaganim uchun, o'zi menda bor bo'lgani uchun hozir bu siz yuklagansiz deb chiqish kerak aslida. Bilmadim, yana qaytadan yuklayapti. Xullas, endi sizda numpy bor. Yuklab oldingiz. Endi sizda numpy bor. Keyin matplotlib degan kutubxona ham kerak bo'ladi. Uni ham yuklab olishimiz kerak shu oyna orqali. Hozir biroz vaqt oladi shekilli. Hop. NumPy'da yuklab bo'lgandan keyin matplotlibni ham xuddi shunaqa qilib pip install matplotlib deb yozamiz. Buni ham shunaqa qilib yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Yuklab olgandan keyin bemalol endi yozib ketsak bo'laveradi. Hop. Grafik chizayotganda o'zi qanday chizamiz? Qanaqadir x songa y son mos keladi. Keyin yana qanaqadir x songa yana qanaqadir y son mos keladi. Shunaqa qilib hamma nuqtalarni qo'yib chiqib tutashtirib qo'ysak, shu grafik funksiya hosil bo'ladi bizda. Pythonda ham xuddi shunaqa. Masalan, x teng, endi bizda ro'yxat degan tushuncha paydo bo'lib qoladi. Masalan, bozorlik deb turib, teng masalan olma o'rik ro'yxat yozadi. O'rik yana shunaqa qilib nima bor yana? Nok. Shunaqa qilib kiritib chiqsak, mana shu qanaqadir bir bozorlikning ro'yxati. Bizda 3 ta element bor. Sonlarni ham shunaqa ro'yxatga kiritib chiqsak bo'ladi. Sonlarni qanaqa ro'yxatga kiritamiz? Masalan 1, 2, masalan 3, 4. To'g'rimi? Endi bu x bo'lsin bizda.
x teng 1 2 3 4. Endi y ga ham shularni mos qo'yamiz. Masalan, x kvadrat funksiya bo'lsa, masalan 1 4 keladi, 9 keladi, 16 mos keladi, to'g'rimi? Ya'ni x lardagi elementlar soniga y dagi elementlar soni mos keladi. Ya'ni bu ro'yxat. X ro'yxatda 4 ta element, y ro'yxatda ham 4 ta element bor. Mana 1 2 3 4 x, 1 9 16 y. Endi grafikini qanday chizamiz? Grafikini chizish uchun biz hozir dastlab matplotlibdan foydalanamiz. Matplotlib nuqta pyplot deymiz. Pyplot deymiz. Import pyplot splt. Matplotlib ekan, pyplot ekan. Ha, matplotlibdan pyplotni yuklab olamiz va uni plt degan o'zgaruvchiga saqlaymiz. Bo'ldi. Endi shu plt nuqta plot deb yozib turib, qavsga x to'plamini bu yerga, y to'plamini bu yerga yozib qo'ysak va plt nuqta uni ko'rsatish uchun plt nuqta show qilib qo'yamiz va chiqaramiz. Mana. Shunaqaroq grafik ekan. Mana 1 da 1, 2 da 4, mana 3 da 9, 4 da 16. Ya'ni shunaqa qilib grafikni chizsak bo'ladi. Ya'ni x to'plamini yozib olamiz, y to'plamini yozib olamiz, ro'yxatni. Keyin shu x bilan y ni o'rniga qo'yib qo'yib, plt nuqta show qilib qo'ysak, bizda shu grafikni chizib beraveradi. Endi masalan bizda plastinkalar yozmay o'zim yozib chiqqan kodim bor. Deylik 190 dan x'imiz deylik mana. Fa mana endi fa emas, endi x deymiz mana. X'imiz mana 190 dan 90 gacha o'zgarsin mana. Y'imiz qiymatlari mana bu yerda har biriga mos kelgan y ni qiymatlari ham bor mana. Y ni qiymatlari. Qarayman. Y ni qiymatlarini ham y o'zgaruvchiga saqlaymiz mana. Bu yerda x elementlari soni bilan y elementlari soni teng bo'lishi kerak. Mana chizib ko'ramiz. Mana shunaqaroq grafik chiqar ekan. Endi ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerdagi grafik bilan umuman boshqacha. Bu yerda bular bor, label bor, x y o'qida nima yozilgani bor, nuqtalari bor, mana bunaqalari bor. Ularni qanday kiritamiz? Ularni kiritish ham juda oson. Mana plt.plot degan joyimizda rang yo'q, bunga ixtiyoriy rang beryapti-da bu. Rang berish uchun color deymiz, teng deb turib, masalan, yashil rang bermoqchi bo'lsangiz, green deb yozib qo'yasiz. Yashil rangda chiqadi. Yo bo'lmasa red mana qizil deb yozib, qizil rang chiqadi. Farqi yo'q. Yo bo'lmasa color teng deb yozish ham shart emasda. Qo'shtirnoq ochasizda b qilib turib, masalan, bu uchun shunaqa b chiziqcha qilib qo'ysangiz, mana ko'k rangda chiqadi. R chiziqcha qilib qo'ysangiz, mana qizilda chiqadi. B chiziqcha qilib qo'ysangiz, boshqa narsa bo'lib qoladi. Purple bo'lishi kerak. Mana shunaqa qilib rang berib chiqsa bo'ladi. Bo'pti, hozir soddaroq bo'lish uchun color rang teng deb turaylik. Blue deb turamiz masalan. Mana endi bizda grafikimiz rangda chiqyapti. Bizga endi nima kerak? X o'qidagi bilan y o'qidagi sonlarning nomi kerak. Ya'ni bu x o'qida nima turibdi, y o'qida nima turibdi. Uni kiritish uchun plt.xlabel deymiz. xlabel deb turib yozib qo'yamiz. Xlabelda nima? Bizda i gradus to'g'rimi? -90 dan 90 gacha bo'lgan graduslaridir. Endi sal chiroyliroq bo'lish uchun internetdanmi yoki qayerdandir mana gradus belgisini olamizda. Men buni internetdan oldim, gradusni. Gradus belgisini qo'yib qo'yamiz mana bu yerga. Gradus. Endi bu x da mana ko'rsangiz, x ga mana gradus deb yozib berdi. Tagiga. Endi y deki ham xuddi shunaqa, faqat y label deymiz. plt.y label. Bizda y dek qiymatlar nima edi? Tok kuchi edi. Tok kuchi deymiz. Mikroamperlarda deb yozib qo'yamiz. Mana endi ko'rsangiz, mana y da ham tok kuchi mikroamper degan yozuv chiqdi. Tok kuchi mikroamper degan yozuv chiqdi. Endi biz bu yerda nuqtalari unchalik sezilmayapti ko'rayotgan bo'lsangiz.
nuqtalari yo'q qandaydir. Endi biz shu kiritgan nuqtalarimiz qayerda? Masalan, -60 12 6 qayerda hozir? Nuqta ko'rinmayapti-yu deyishingiz mumkin. Shu nuqtani ko'rsatish uchun endi nima qilamiz? Nuqtani ko'rsatish uchun biz shuna mana bunaqa qani mana bunaqa narsadan foydalanamiz. Qani mana marker degan narsadan foydalanamiz. Masalan, bizda marker teng deymiz. Masalan, marker teng nuqta bo'lib chiqsin desak, marker teng qo'shtirnoqchida nuqta yozamiz mana. Nuqtalar bilan ajralib chiqishni boshladi. Yo bo'lmasa boshqacha qilib qo'ysam bo'ladi. Masalan, p qilib qo'ysam bo'ladi. P qilsak mana bunaqa bo'lib chiqadi. Boshqacha istalgan harf yozib qo'yish mumkin. S harf hammasi o'ziga yarasha mana bunaqa qiymatlari ajralib chiqib qoladi. Ya'ni nuqtalar alohida mana bunaqa bo'lib ko'rinadi. Endi hozir eng qulayi nuqtada nuqta qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Endi tok kuchini qo'ydik, gradusni qo'ydik. Endi buni masalan boshqa yana bitta grafik qo'shmoqchi bo'lsak, yana bitta boshqa qiymat olaylik. 0 gradusdagi tok kuchini qiymatlari mana. Y2 deb beraylik buni. Y2 deb beramiz masalan. Buni ham grafikini chizaylik. plt.plot x'imiz o'zgarmaydi. U ham -90 dan 90 gacha. Endi biz y qiymatlari bilan chizsin. Endi colorini farqli bo'lish uchun buni rangini qaysi rang bilan beramiz? Yashil beraylik. Green markerimiz nuqta bo'lib tursin. Markerimiz nuqta. Endi uni ham chizsak mana yashilimiz 0.2 buyimiz plastinka bor holatdagi grafik. Endi biz buni qaydan bilamiz? Yashil turibdi, ko'k turibdi. Biz qaysi birlik, masalan 0 gradusdagi bilan plastinka yo'q holatdagi qaysi birligini qaydan bilamiz bu grafikdan? Shuni ajratib olishimiz uchun endi biz mana narsadan foydalanamiz. Buni ajratib olish uchun biz endi nimadan foydalanamiz? Labeldan foydalanamiz. Masalan, bu ko'k rangli, mana ko'k rang kiritdik. Y bilamiz, bu plastinka bor holati. Plastinka bor holati bo'lsa, demak label deb yozamizda. Plastinka bor. Ya'ni lambda taqsim 2 plastinka bor vaziyatdagi. Plastinkali deb qo'yay. Yo, plastinka, bu plastinkasiz holatini. Biroz farqi yo'q. Plastinkasiz deylik. Endi masalan yashilimiz plastinka bor vaziyatdagi bo'lsin. Label teng deymiz, plastinkali deb yozamiz. Va bu yerga yozib qo'yamiz plt.legends deb turib, endi bu yerda mana bunaqa bo'lib chiqadi. Plastinkasiz lambda taqsim 4 fitting 0. Ya'ni shunaqa bo'lib chiqishi kerak. Buni ko'rayotgan bo'lsangiz tepadan chap tarafda turibdi. Chap tarafda tepada turibdi. Shuni kiritish uchun biz ya'ni location degan narsa bor. Chap tarafda tepada qilmoqchi bo'lsak, upper tepa left qilamiz. Mana chap tarafda tepada mana shu narsa paydo bo'ldi. Yo'qsa upper right qilsa bo'ladi mana. O'ng tarafda tepada paydo bo'ladi. Lower right qilsa bo'ladi. Mana past o'ng tarafda pastda. Lower left qilsa bo'ladi. Lower left. Chap tarafda pastda. Upper left ga qaytarsak, shunaqa qilib grafiklarimizni chizsak bo'ladi. Hozir asosiy g'oyamiz bu yerda nima? Shu x qiymatlarini kiritib chiqamiz, shunaqa ro'yxat qilib. Y qiymatlarini kiritib chiqamiz. Matplotlib import pyplot splt qilib yozib olgandan keyin shu plt.plot qilib x bilan y ni kiritamizda, rangini, keyin nuqtalarni qanaqa shaklda berishdi, marker bilan berishdi. Keyin bu yerda ko'rsatish uchun labelini yozuvini yozib qo'yamiz. Bu keyin x bilan y x label gradus, y label tok kuchi. Joylashuvini ham shunday qilib bersak bo'ladi.
buni qo'lda kiritib chiqishda maslahat beraman. To'g'risi, agar bunga hozir sikl yozib ham qiymatlarni kiritadigan qilsak bo'ladi. Lekin masalan bitta xato kiritib qo'ysangiz, qiymatlar xato chiqib ketadi. Muammolar yuzaga kelib qolishi mumkin. Qilsa bo'ladi. O'zingiz keyin qo'lda xato kiritgan joylaringizni to'g'rilab chiqsangiz bo'ladi, lekin undan ko'ra mana shunaqa qilib qo'lda kiritib chiqqan yaxshi. Masalan, birinchi qiymat 2, keyin 3.2 shunaqa qilib qo'lda kiritib chiqqan yaxshi. Keyin oldinlari masalan maktab paytida 5.7 ni virgul bilan yozgan bo'lsak, Pythonda unaqa emas, nuqta bilan yozish kerak. Bu virgul alohida ajratish belgisi. Mana 7.6.1 10.5larni nuqta bilan ajratib yozish kerak. Ya'ni shu koddan foydalanib biz grafiklarni chizishimiz mumkin. X bilan y ni oralig'ini o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Va nechta x bilan y dagi elementlar soni teng bo'lishi kerak-da. Masalan, bu yerda len x to'plam x ro'yxatdagi elementlar soni 19 ta ekan, mana len y unda ham 19 ta. Ya'ni ikkosi teng bo'lishi kerak. Agar unaqa bo'lmasa xato beradi. O'zi funksiya bo'lgandan keyin har bitta x ga y mos kelishi kerak. Shunaqa qilib grafiklar chizsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir boshqa yo'li ham bor. Endi funksiyani o'zining grafikini ham chizsa bo'ladi. Uni keyinroq ko'ramiz, xudo xolasa. Hozir menimcha shuni o'zi ham yetadi.